Assalomu alaykum. Bugungi videomizni qora fonda olishga qaror qildim. Sizdan iltimos, quloqchinlaringizni taqib yoki telefoningizni yoningizga qo'yib, hech kim yo'q xonaga kirib, biroz mana shu videoda aytilayotgan so'zlarni analiz qilib, tahlil qilib olsangiz. Demak, bu videoda sizni nevroz simptomlaridan qutulishingizga yordam beradigan 3 ta texnika haqida so'z boradi. Bu 3 ta texnikani siz 1 oy davomida qo'llaysiz. Birinchi texnikamiz: siz ijtimoiy tarmoqlarda sizga yuboriladigan har qanday xabarlar, yaxshi yoki yomon xabarlar bo'lsin, hammasini manbasini yo'qotasiz. Ya'ni guruhlaringiz bo'lsa, ularni o'chirib tashlaysiz Telegramda, Instagramga kirmaysiz. Kim qanday mashina oldi, kim kimga qanday sovg'a berdi, dunyoning qaysi joyida qanday voqea sodir bo'ldi, bular bilan qiziqmaysiz. Hozirgi kunda bizni miyamizga kelayotgan axborot oqimi albatta bizni nevrozga chalintiradigan eng katta omillardan biri hisoblanadi. 1 oy mana shunday axborotlar oqimidan siz dam olasiz. Bu shunchaki oddiy texnika emas yoki shunchaki talab emas. 1 oy davomida sinab ko'rganingizdan so'ng fikrlaringizni izohlarda qoldirasiz. Ikkinchi texnikamiz bu jimlik deb ataladi. Avvalo siz shifokorga borgan bo'lsangiz, barcha analizlarni topshirgan bo'lsangiz, ishonch hosil qilgan bo'lsangiz va hozirgi kunda o'zingizni qiynayotgan muammolar sizda aynan nevrozdan ekanligini bilgan bo'lsangiz, shifokorlarga, tez yordamga, yaqinlaringizga murojaat qilishni to'xtatasiz. Agar shifokorga bormagan bo'lsangiz, analizlarni topshirish, yuragingizni tekshirtirish va sizni qiynayotgan boshqa muammolarni aynan nevroz ekanligini bilish uchun shifokorga borasiz va shifokorga borib aniq xulosaga kelganingizdan so'ng muammolaringiz to'g'risida, masalan, yurak urib ketishi, uyqusizlik, sizni qiynayotgan o'y-xayollar, qo'rquv va shunga o'xshagan simptomlar haqida hech kimga og'iz ochmaysiz. Sizda hammasi joyida va siz indamasdan, o'sha simptomlar bo'lgan vaqtda chalg'imasdan, o'zingizni har qayerga urmasdan, dorilarni ichib olmasdan, jimlik bilan mana shu simptomlarni o'tkazasiz. Shuning siz har safar o'zingizdagi simptomlarni boshqalarga aytayotgan vaqtingizda miyangiz bu narsani naqadar xavfli ekanini o'zida xulosa qilib yasab oladi va hech qayerdan chiqmagan holatda, ya'ni hech qanday yo'q xavfni sizga xavf yaqinlashyapti, siz xavf ostidasiz deb sizga doimiy xavf signallarini yuborib turadi. Demak, miyangiz xuddi buzilib qolgan signalizatsiya kabi ishlay boshlaydi. Buning uchun qanday yordam berasiz? Albatta shu texnikani qo'llaysiz va muammolaringiz haqida hech kimga bir og'iz ham og'iz ochmaysiz. Hech qayerga yugurmaysiz. Hech qanaqa dori ichmaysiz, suv ichmaysiz, nafas mashqlarini qilmaysiz. Faqatgina mana shu simptomlarni o'z holicha o'tib ketishiga yo'l qo'yib berasiz xolos. Ha, buni aytish oson, qo'llash juda ham qiyin. Lekin 1 oy davomida bu texnikani qo'llasangiz, qanchalik miyangizni sizni himoya qilish uchun ishlayotganini, noto'g'ri xavf signallarini yuborayotganini o'zingiz ham his qilasiz. Baribir birovga muammolaringizni aytganingizdan foydasi yo'q. Siz shu kungacha charchadingiz. O'zingni qo'lga ol, oilangni o'yla, farzandlaringni o'yla. Hamma narsang bor, senga nima yetmayapti? Nima uchun bunday qilyapsan? Atayin qilyapsanmi? Senga o'zi nima bo'lyapti? O'tib ketadi. Hammada bo'ladigan holat. Pozitiv o'yla, yaxshiliklarni o'yla va shunga o'xshagan keraksiz yupatishlardan, noo'rin gaplardan shundoq ham charchadingiz. 1 oy davomida o'zingizga va miyangizga rohat hissini berish uchun jimlikni saqlaysiz. Domlaga borish, zikrlarni aytish,
Qur'on eshitish, Qur'on o'qish, istig'for aytishni mana shu simptomlar bilan bog'lamaysiz. Bu shundoq ham sizni vazifangiz. Kundalik virdlaringizni o'zingiz belgilab oling. Qur'on eshiting, lekin aniq vaqtda bo'lsin. Aynan simptomlar bezovta qilgan vaqtda o'zingizni o'qqa-cho'qqa urib, siz o'zingizga noto'g'ri vaziyatni yaratib berasiz. Shuning uchun bunday virdlarni, vazifalaringizni aynan bir vaqtga to'g'rilab qo'ying. Yomon xayollar bilan, qo'rquvlar bilan kurashishning foydasi yo'q. Ularni ham o'z holiga qo'ying. Qani ko'ringchi, nima bo'lar ekan? Hech narsa bo'lmaydi. Uchinchisi bu nafas mashqlari. YouTube'dan 4, 7, 8 kvadrat mashqlar va shunga o'xshagan nafas mashqlari haqida ma'lumotlar to'lib yotibdi. O'zingizga yoqqan ovoz, o'zingizga yoqqan ritmdagi nafas mashqlarini tanlab olasiz va mana shu nafas mashqlarini bir kunda 3 marotaba aynan bir vaqtda bajarasiz. Esingizda tursin, bu narsalarni simptomlar vaqtida bajarib bo'lmaydi. Shuning uchun qat'iy ertalab, tushda va kechqurun mana shu mashqlarni bajarishingiz lozim bo'ladi va ularni ham bir oy davomida bajarasiz. Bir kun ham qoldirmasdan. Keling azizlar, mana shu texnikalarni bir oy davomida bajaring va natijalar bilan izohlarda bo'lishingizni iltimos qilib qolardim. Siz ishoning, bu sizga kelgan sinov va bu sinovdan yaxshilab o'tib olish uchun hech qanaqa kurashmasdan, sizga berilgan dorilarni o'z vaqtida ichib, ortiqcha harakat qilmasdan, o'zingizga o'zingiz muammo tug'dirmasdan mana shu sinovdan chiroyli o'tib olishingiz kerak bo'ladi. Bu muammo yer yuzida juda ham ko'p insonlarni qiynaydi. Bu jinnalik emas, ruhiy kasallik emas va hech qanaqa yomon oqibatlarga olib keladigan, jinnalikka, o'limga olib boradigan narsa emas. Kasallik emas, faqatgina ruhiy buzilish. Mana shu narsa doim yodingizda tursin. Bu shunchaki ruhiy buzilish va unga sizni o'zingiz, atrofingizdagilar va boshqalarni aybdor qilishni bas qiling. Bu sizga kelgan sinov. Siz o'zingiz ta'sirchanligingiz bilan o'zingizga har qanaqa gaplarni, insonlarning har qanaqa munosabatlarni ko'nglingizga yaqin olganingiz bilan mana shu narsaga yetib keldingiz. Buni tan olishingiz kerak. Bu ayb sizda degani emas. Keling shu narsalarni bir ko'rib chiqamiz va asta-sekinlik bilan, Allohning izni bilan bundan xalos bo'lamiz. Bu narsa oson emas. Siz nevrozga bugun, erta yoki mana shu kunlar ichida, 1-2 kun ichida chalinib qolmadingiz. Uni yillar davomida siz o'zingiz to'pladingiz, o'zingiz orttirdingiz va endi bundan chiqish ham asta-sekinlik bilan, sistematik ravishda va albatta uzoq muddat talab qilinadigan proses, jarayon hisoblanadi. O'zingizni qo'lga oling, hammasi yaxshi bo'ladi. Allohga ishoning, o'zingizni unga topshiring va sizga aytilayotgan texnikalarni asta-sekinlik bilan, qo'rqmasdan, qoldirmasdan bajaring. Tavakkul qiling, siz sababini qilyapsiz. Va albatta ishoning, hammasi yaxshi bo'ladi. Bu narsalarni shunchaki pozitiv o'ylash yoki sizga pozitiv kayfiyat berish maqsadida emas. Bu narsalar, bu texnikalar sinovdan o'tgani uchun siz bilan bo'lishyapman. Va yana eng oxirgi muhim qoida, siz aniq yo'nalish topishingiz uchun o'zingizga yoqqan qaysi psixologmi, psixiatrmi, psixoterapevtmi, YouTube'dami, Telegramdami, qaysi biri bo'lsa ham bir donasini tanlab oling va uni aytganlarini bajaring. Bu doktordan bu doktorga, u psixologdan bu psixologga, u videodan bu videoga o'tish sizga axborot shovqinini olib keladi va sizga bu yordam bermaydi. Qaytanga siz o'zingizni, ahvolingizni o'zingiz og'irlashtirasiz. Shuning uchun bitta manbaga tayaning va o'sha asosida ishlang. O'zingizni ustingizda ishlasangiz, bitta inson aytganini qilib,
yoki bo'lmasam siz biladigan, siz ishonadigan, siz necha kunlardan beri kuzatib kelayotgan va sizga yoqqan o'sha insonni aytganini qilib natijaga erishishingiz mumkin, yoki o'zingizni shifokoringizni. Shuning uchun ko'p manbalarni almashtirish, ko'p manbalarga tayanib ish qilish ham sizni ahvolingizni yaxshilamaydi va bu albatta sizga axborot shovqinini olib kelib, ahvolingizni yana ham og'irlashtiradi. Shuning uchun YouTubedan, Telegramdan ma'lumotlar qidirishni, nevrozga oid maqolalarni o'qishni, o'zingizni ahvolingizni o'zingiz qiyinlashtirishingizni bas qiling. Sizga omad. Izohlarda sizni fikrlaringizni kutib qolaman.